Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti texnika fakulteti qurilish kafedrasi tashabbusi bilan Wooden Bridge yog'och tayoqchalar asosida ko'prik maketlarini yasash bo'yicha tanlov o'tkazildi. Bellashuvda har biri 5 nafar talabadan iborat bo'lgan 8 ta jamoa ishtirok etdi. Tanlovning asosiy maqsadi talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish, muhandislik tafakkurini rivojlantirish hamda jamoaviy ishlash madaniyatini shakllantirishdan iborat bo'ldi. Tanlov shartlariga muvofiq ishtirokchilar yog'och tayoqchalar yordamida ijodiy va konstruktiv yechimlarga asoslangan zamonaviy muhandislik yondashuvlari orqali ko'prik maketlarini tayyorladilar. Taqdim etilgan loyihalar mustahkamlik, dizayn, innovatsion yondashuv va texnik yechimlar mezonlari asosida baholandi. Tanlovning asosiy maqsadi talabalar jamoa bo'lib ishlashlari, bajargan tajriba ishlarini amaliyotda qo'llay olishlaridir. Bu tanlovda yanada kreativlik darajasi shundan iboratki, aynan yuk ko'tarmaydigan mahsulotlar asosida ko'prik yasashlari kerak, ya'ni cho'p tayoqchalar asosida. Qanchalik yuk ko'tarsa bu yasagan ko'priklar, shunchalik g'oliblik darajasi oshib boradi. Baholash sistemasi 3 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichimiz bu yasagan ko'priklari qanchalik yuk ko'tara olishiga qarab turib va mahsulot qanchalik kam ishlatganliklariga qaraladi. Bu 50 ballik sistemada bo'ladi. Ikkinchi bosqichimiz esa savollarga javob berish, ya'ni bajargan ishlarni qay darajada amalga oshirganliklari, yechim qanday bo'lganliklari haqida bo'ladi. Bu 25 ballik sistemada bo'ladi. Uchinchisi esa bu ya'ni g'oya. Qanday g'oya asosida qilindi, qanday yechim berildi konstruksiya bo'yicha, shu 25 ballik sistemada baholanadi. Talabalar tomonidan yaratilgan ishlarda muhandislik hisob-kitoblari, estetik yechimlar va amaliy yondashuvlar uyg'unligi aks etdi. Tanlovimiz muntazam ravishda 3 yildan buyon o'tkazilib kelinmoqda va bu tadbirning ko'lami, undagi ishtirokchilar soni, undagi bo'lgan qiziqish yildan yilga tobora ortib bormoqda. Ushbu tanlovda ishtirok etayotgan talaba va yoshlar kelajakda yangi O'zbekistonni, yangi imijini yaratishda o'zlarini bilimlari bilan hissa qo'shishlariga ishonamiz. Yana bitta asosiy maqsad bu muhtaram prezidentimizning muhandislik sohasini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlariga oid kichkinagina bir o'zimizni hissamiz deb aytsak ham bo'ladi. Ya'ni ushbu sohaga talaba va yoshlarni qiziqtirib, ularni muhandislik sohasiga yanada qiziqtirib, bunyodkorlik ishlariga bo'lgan o'zimizni hissamizni qo'shishdan iboratdir. Tanlov yakunida hakamlar hay'ati tomonidan barcha ishlar xolisona baholanib, eng munosib jamoalar g'olib deb topilib, qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Wooden Bridge tanlovi ishtirokchilariga bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish, jamoada ishlash tajribasini oshirish imkonini berdi. Bunday amaliy loyihalar kelajak quruvchi muhandislarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.